Assalomu alaykum. Har kuni uxlaysiz, lekin siz charchog'ingiz tugamayapti. Nimadan deb o'ylaysiz? O'zi aslida siz rostdan ham dam olganmisiz? Yo faqat ko'zingizni yumib yotibsizmi? O'zingizni qachondan beri akkumulyatori o'tirib qolgan telefonga o'xshatasiz? Charchoq shunchaki dam yetishmasligi emas, tanangiz bong urayotganini eshitasizmi? Kun boshida ham, o'rtasida ham, oxirida ham charchasangiz, bu organizmdagi jiddiy muammo belgisi bo'lishi mumkin. Buni ustiga kofe ham sizga yordam bermayapti. Nega energiyangiz tiklamayapti? Yuqorida aytayotgan holatlarim sizga tanishmi? Uxlab turganingizda ham charchoq sizni tark etmayaptimi? Amaliy faktlarga o'tamiz. Har 2-3 odamdan biri surunkali charchoqdan aziyat chekar ekan. Va qizig'i, ularning 60% buni normal holat deb o'ylar ekan. Mitoxondriyalarning faolligi 30 yoshdan so'ng pasaya boshlaydi va 50 yoshda 50% ga tushadi. Har gal stressga tushganingizda tanangiz 3 kunlik energiya zaxirasini yo'qotadi. Yuqorida sanaganlarimdan qaysi biri sizda bor? Agar 2 va undan ko'proq aytganimga "Ha, menda bor" desangiz, bu aynan siz uchun. Bu suhbat sizning tanangiz uchun javob hisoblanadi. Nima uchun charchaymiz? Demak, charchoqni sabablari 4 darajada tuziladi. Birinchisi turmushga oid sabablar. Ikkinchisi hujayraviy sabablar, ya'ni bizni har bitta to'qimamiz, organlarimiz hujayralardan tuzilgan. Aynan mana shu hujayraning ichida energiya ishlab chiqaruvchi organellalarimiz mavjud. Shulardan eng kattasi mitoxondriyalar. Aynan mitoxondriyalardagi buzilishlar, nutrientlar tanqislik va oksidativ stress. Keyingi eng katta sabab bu neyroendokrin buzilishlar. Ya'ni gipofiz gipotalamus o'qini buzilishi, qalqonsimon bezdagi o'zgarishlar, buyrak usti bezni charchash sindromi. Keyingi eng katta sabab bu ichki muhit va ruhiy sabablar, ya'ni disbioz, toksinlar, stress, dopaminni regulyatsiyasini buzilishi. Ko'rdik, 4 ta asosiy sabab. Endi hamma sababni sekin-sekin yoritib o'tishni boshlayman. Eng katta sabablardan biri bu turmush tarziga oid sabablar. Bu nima? Birinchi bizni dangasaligimiz. Ya'ni insonda jismoniy faollik yetishmovchilik natijasida qon aylanish pasayadi. Bilamiz, jismoniy faollik nima uchun kerak? Ibn Sino tabobatida bu 3-4 hazmdan hosil bo'lgan chiqindilarni chiqarib yuboradi. Agar kimda kim to'g'ri ovqatlansa-yu, lekin jismoniy faolligi bo'lmasa, u ko'proq kasal bo'ladi. Demak, jismoniy faollik biz uchun eng kerakli bo'lgan narsa hisoblanadi. Va albatta jismoniy faollik yetishmasa qon aylanishi suyadi, mitoxondriyalarning faolligi pasayadi. Mitoxondriyalar bu elektr energiya stansiyasi. Ularning soni va faolligi charchoq bilan juda ham bog'liq. Qancha kam harakat qilsak, shuncha mitoxondriyalar energiyani kam ishlab chiqaradi va biz albatta charchashga muhtoj bo'lamiz. Keyingisi hozirgi kunda eng avj olgan narsa bu ovqatlanishimizdagi xatolar. Uglevodlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish, oqsil va yog'ning kam bo'lishi bizdagi energetik buzilishga sabab bo'ladi. Chunki shirinliklar va pishiriqlar avvaliga yaxshigina energiya beradi, keyin esa xuddi shunday keskinlik bilan energiyani pasayishiga sabab bo'ladi. Va albatta bunday yuqori va pastki keskin glyukozani qondagi pasayishi va ko'tarilishi insulin rezistentnasiga olib keladi. Bundan tashqari bizni energiyamiz, ya'ni mitoxondriyalar asosan energetik ozuqani 2 xil narsadan, yog'lardan va uglevodlardan oladi. Haddan tashqari uglevodlarni ko'p kirishi va energiya asosan uglevodlar hisobiga bo'lishi organizmda erkin radikallarni ko'payishiga olib keladi. Bu esa bizda surunkali charchoqqa sabab bo'ladi.
Bular fiziologik yoki bizni kam harakatligimiz va turmush tarzimiz sababli paydo bo'luvchi charchoqlar edi. Keyingilari endi patologik, ya'ni hujayra darajasida yoki ruhiy bosimlar ostida paydo bo'ladigan charchoqlar hisoblanadi. Bulardan birinchisi mitoxondrial disfunksiya. Ya'ni hali aytdik, mitoxondriya hujayralarning elektr energiyasi stansiyasi hisoblanadi. Agar u yaxshi ishlamasa, ATF energiyasi yetishmaydi. Bemorda mushakning zaifligi, energiya tugashi, jismonan, ruhan, aqlan ham charchoq kuzatiladi. Buni asosiy sababi oksidativ stress, nutrientlarni tanqisligi va viruslar hisoblanadi. Albatta buni sababini aniqlab tekshiruvlar qildirish kerak va qo'shimcha ravishda har bitta aytgan narsamga avvaldan ta'kidlay, mutaxassis tashxis qo'yadi va davolash protokolini ham mutaxassis yozadi. Men esa sizlarga qo'shimcha narsalar taklif etib ketaman. Mitoxondriyaning disfunksiyasi sababini aniqlab, masalan, noto'g'ri ovqatlanishmi, oksidativ stressmi, nutrientlar yetishmayaptimi, virusli yuklamami yaxshilaymiz, sababga kirishamiz va koenzim Q10, L-karnitin, magniy, alfa-lipoviy kislotalarni ratsionimizga qo'shamiz. Va albatta har bitta kasallikni negizida baribir ham sog'lom turmush tarzini buzilishi yotadi. Shuning uchun ham tabobat nuqtai nazaridan sittay zaruriya, ya'ni 6 zarur shartni albatta to'g'rilab, keyin men aytgan narsalarni qo'shsangiz, demak, surunkali charchoqdan inshaalloh qutulib ketasiz. Keyingisi gipotireoz, ya'ni qalqonsimon bez faoliyatini pasayishi ham insonlarda surunkali charchoqqa sabab bo'ladi. Nimaga? Chunki qalqonsimon bez gormonlari bu metabolizmni boshqaradi. Agar metabolizm yaxshi bo'lmasa, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, mushaklarning zaifligi, qonning kamayishi, energiyaning tugashi, jismonan, aqlan charchoq paydo bo'ladi. Bemorda ich qotish, sovqotish, vaznning ortishi, aniqrog'i shishish, terilarning quruqshashi, charchoq, aqliy zaiflik, ya'ni aqlni aqliy zaiflik emas, charchash, ya'ni aqliy charchoq kuchliroq bo'ladi. Endi bunda endokrinologga uchraymiz, qalqonsimon bezni tekshirtiramiz va davosini endokrinolog belgilaydi. Qo'shimcha ravishda biz selen qabul qilishimiz mumkin, vitamin B guruhi kamqonlik bo'lsa, kamqonlikni yaxshilashimiz kerak bo'ladi. Keyingisi buyrak usti bezini charchoq, adrenal charchoq. Demak, kortizol uzoq vaqt yuqori bo'lib, ya'ni biz taqdirdan norozi bo'lishimiz yoki arzimagan stresslarni ham haligi pashshadan fil yasashimiz yoki bo'lmasam ketma-ket kelgan sinovlarga chidosh bera olmasligimiz va hokazo juda ko'p sabablar tufayli o'zimizdagi kortizol zapaslarini ishlatib yuboramiz. Natijada kortizol uzoq vaqt yuqori bo'ladi, keyin pasayib ketadi. Va bu doimiy charchashga, ayniqsa kunduzgi energiyani kamayishiga olib keladi. Bemorda ertalabda charchoq, kechasi uyqusizlik, yarim kechasi uyg'onib ketish kabi simptomlar paydo bo'ladi. Endi tekshiruvni endokrinolog qiladi. Bunda demak so'lakdan, CDdan, qondan 4 martaba, bir marta emas, kortizol, DGA tekshiruvlari bo'ladi va qolgan mutaxassis belgilaydi. Yechimida qo'shimcha nima qilamiz? Ashvaganda, radiola, melatonin va dam olishni tiklash va vitamin C ga e'tibor berish, albatta sog'lom turmush tarzi bilan. Keyingi sabab bu insulin rezistentnosti, ya'ni insulinga sezuvchanlikni ortishi. Bu yerda nima bo'ladi? Insulin demak bizda juda ko'p, lekin hujayra uni sezmaydi. Natijada hujayrani tashqarisida qonda rosa shakar, ya'ni ko'p bo'ladi, hujayrani ichida esa glukoza kam bo'ladi. Bu esa energiyani kamayishiga olib keladi. Qanaqa simptomlar bo'ladi? Gipoglikemiya, giperglikemiya, asabiylik, dam olishdan so'ng ham charchoq va qo'shimcha qandli diabetning belgilari ham sekin-sekin paydo bo'lishi mumkin. Endi albatta buni ham endokrinolog davolaydi. O'zining maxsus tekshiruvlari bor, insulinni, glukozani tekshiradi va albatta nimalarga e'tibor berishimiz kerak?
imkon qadar past uglevodli parhez, berberin, alfa-lipoviy kislota, sog'lom turmush tarzi, harakat, oqsil va ko'katlarga kattaroq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Keyingi sabablardan biri ichakdagi disbioz, ya'ni bizni katta qismimiz bo'lgan, biz bilan yashovchi mikrobiotani buzilishi yallig'lanishga sabab bo'ladi. Va natijada organizmda turli nutrientlar, vitaminlar, minerallarning buzilishi va so'rilishi va ishlab chiqarilishi buziladi. Bu esa bizda ich ketishiga yoki qabziyatga, qorinda gaz bo'lishiga, ongimizni tuman bo'lishiga, surunkali charchoqqa olib keladi. Albatta buni terapevt yoki gastroenterolog tekshiradi va buni yechimlari shifokorga qo'shimcha ravishda probiotiklar, kvartetin, glutamin, ya'ni ichak o'tkazuvchilarni yaxshilash, to'g'ri ovqatlanish va albatta suyak sho'rva va kletchatkalar. Keyingi katta ta'sir qiluvchi narsa bu sistemali yallig'lanish. Yallig'lanish har doim mitoxondriya faolligini pasaytiradi va bemorda surunkali charchoq, tanada og'riq, uyqudan to'ymaslik paydo bo'ladi. Nima qilamiz? Demak, birinchi o'rinda surunkali yallig'lanishning sababini yo'qotamiz. Sababi juda ko'p. Buni o'zimiz qila olmaymiz. Bu tekshiruvlarni preventiv vrachlar qiladi. Biz qo'shimcha nima qilishimiz mumkin? Omega 3 ni ratsionga kiritamiz. Kurkuma, zelyoniy chay va albatta uglevodlardan parhez. Keyingi eng katta charchoqning sababchilaridan biri bu vitamin D ni tanqisligi. Vitamin D bu progormon, azizlarim. Vitamin D ni immunitet va energiyani tartibga soluvchi xususiyatlari bor. Buni yetishmovchiligini qanaqa simptomlari bor? Depressiya, suyak zaifligi, charchoq. Tekshiruvda demak 25 OH ni tekshiramiz laboratoriyada. Va yechim nima? Demak, avvalambor vitamin D ga boy bo'lgan ovqatlar ratsionga kirgizamiz va ovqat bilan, quyosh bilan buni korreksiya qilishimiz qiyin albatta. Vitamin D3 K2 formasi shifokor tavsiyasi bilan ma'lum miqdorda va ma'lum oylarda. Buni lechebniy, ya'ni davolovchi dozasi bor hamda ushlab turuvchi dozalari bor. Shuning uchun o'z bilarmonchilik bilan qabul qilish taklif qilmayman. Chunki buni vitamin D ni ham haddan tashqari ko'p bo'lishi ham buyraklarni tosh bog'lashiga, qon tomirlarini kalsinatlashiga sabab bo'ladi. Shuning uchun hamma narsaning normasi yaxshi. Keyingisi dopamin charchog'i, ya'ni hozirgi kunda mana moda bo'lgan, hammamiz gadjet qaramlik o'rganib qolganmiz, to'g'rimi? Mana shu gadjetdan tez foydalanish dopaminni qo'llab qo'yadi, ya'ni katta dopamin beradi. Keyinchalik apatiya rivojlanadi. Hech narsa qilgim kelmayapti degan narsa va bemorda motivatsiyaning tushishi, zavqlanmaslik, charchoq paydo bo'ladi. Shuning uchun ham dopamin charchoqda, gadjet qaramligida nima qilamiz? Dopamin detoks, ya'ni gadjetlarni yo'qotamiz. Gadjetdan foydalanishni cheklaymiz. Terazin va badan tarbiya, tabiat qo'ynida dam olish. Albatta bunga e'tibor berishimiz kerak. Hozirgi kunda ko'pchiligimiz mana shu dopamin qarmog'iga tushib qolganmiz gadjetlar orqali. Keyingi eng katta sabablardan biri vitamin B12 va folat tanqisligi. Metillanish, ya'ni jigarni o'zini detoksni turlari, fazalari bor. Xuddi shunda metillanish jarayoni pasaysa, bunda demak DNKning sintezi va moddalanma buziladi. Bemorda nima deydi? Hushni oyni anaqa past bo'lishi, depressiya, charchoq paydo bo'ladi. Endi nimalar tekshiramiz? Vitamin B12 ni tekshiramiz, gamma-sistinni tekshiramiz va holatga qarab metil B12, metil folat, vitamin B kompleks buyuramiz. Keyingi eng katta charchoqning sabablari bu kandidoz. Bizni ichagimizda, bizni badanimizda, kerak bo'lsa jinsiy organlarimizda yashovchi, albatta kandidalar hammasi zararli emas. Candida albicans bor, ya'ni
ko'proq shu ta'sir qiladi bizga. Bu nima qiladi? Asetil aldegid singari toksin chiqaradi. Ko'ryapsizlarmi? Ichak ikkinchi miya. Kerak bo'lsa miyani ham boshqaradi bu. Natijada bo'shashish, turli kandidaga xos o'zgarishlar, allergik fon, oyni xiralanishi, boshni tuman bo'lishi boshlanadi. Tekshiruvni preventiv shifokor yoki gastroenterolog qiladi va antikandidniy dieta birinchi o'rinda probiotiklar bilan. Xo'p, keyingi charchashimizni sabablaridan biri bu sirkad ritmni buzilishi. Ya'ni ayniqsa shaharda, endi qishloqlarda u darajada emas, shaharda bemorlarim ichida ham juda ko'pida mana shu gormonal buzilishi bor insonlarda juda ko'pida soat 12-1 gacha uxlamaslik va kunduz tura olmaslik paydo bo'ladi. Bu nimaga sabab bo'ladi? Melatonin, kortizol ritmi buziladi. Ya'ni kechqurun shu 9-10 dan keyin melatonin ishlab chiqarish kuchayadi, 11-12-1 da pikka yetadi, keyin joyini kortizolga ajratib beradi. Bizda teskari bo'ladi. Kortizol ko'payadi, ertalabga yaqin melatonin kamishni o'rniga disbalans bo'ladi. Shuning uchun ham kechqurun uxlolmaydi, ertalab tetik bo'la olmaydi. Nima qilishimiz kerak? Demak, yechimi albatta shifokorga uchraymiz. Melatonin qabul qilamiz. Ekranlarni o'chiramiz. Kechqurunga borganda miyani ishlatadigan darslar, qanaqadir qayg'uli kinolar, seriallar ko'ramiz. Qorong'ulik gigiyenasiga amal qilamiz. Ya'ni svedeniyalar, svetlar o'chirib, ayniqsa oq yoki ko'k lampalar uyquni buzadi. Sariq lampalar ko'proq uyquni kamroq buzadi. Shuning uchun qorong'ulikda melatonin yaxshi ishlab chiqariladi. Tungi dam olish rejimiga amal qilamiz. Estrogen yetishmovchiligi ayollarda surunkali charchoqning sabablaridan biri, ya'ni estrogen yetishmovchiligi. Estrogen bu ayollar go'zalligi, ayollarning qaddi qomati, ayollarning yoshligi. Buni yetishmovchiligi mitoxondrial disfunksiyaga va dopamin buzilishiga olib keladi. Shuning uchun bunaqa vaqtda kayfiyatni buzilishi, tez charchash, xotirani susayishi paydo bo'ladi. Albatta ginekologga ko'rinamiz. Ginekologning tavsiyalari bilan fitogormonlar, masalan, helba ichishimiz mumkin yoki bo'lmasam zig'ir, soya mahsulotlari fitoestrogenlarga boy, magniy, omega 3 ichamiz. Keyingi charchoqning sabablari bu virusning yuklama. Virusning yuklama mitoxondriyalarni doimiy charchatadi va bemorda doimiy charchoq, limfa bezlarining shishishi paydo bo'ladi, ayniqsa Epstein-Barrda. Endi buni virusolog ko'radi va kerakli lecheniyani buyuradi. Biz nima qilamiz? Qo'shimcha ravishda ashvaganda, immunomodulyatorlar, vitamin C, glutation holatga qarab va kerak bo'lsa, demak, virusga qarshi preparatlar buyuriladi. Keyingi surunkali charchoqni sababchisi bu elektrolit tanqisligi, ya'ni kaliy, magniy yetishmovchiligi. Nimaga? Chunki magniy aktiv bilan bog'liq holda faol bo'ladi. Kaliy hujayraviy balans uchun juda ham muhim. Shuning uchun kaliy, magniy, natriyni muvozanatini buzilishi ham charchoq, mushak zaifligi, yurak urishidagi o'zgarishlar, taxikardiyaga olib keladi. Kardiologga uchraymiz, tekshiruvlar qilamiz, lecheniyasini olamiz. Qo'shimcha avokado, banan, magniy, bisglitsinat yoki sitrat, suv me'yori va ishqollashtiruvchi suvlar iste'mol qilamiz. Keyingi surunkali charchoqning sababi bu glutation tanqisligi. Glutation bu jigar detoksining glutozisi hisoblanadi. Asosiy antioksidant. Bu zaharli moddalarni chiqarib yuboruvchi narsa hisoblanadi. Modda hisoblanadi. Endi buni yetishmovchiligi surunkali charchoqqa olib keladi. Chunki detoksni nima bajaradi? Jigar bajaradi. Shuning uchun jigar detoksi buzilsa, ichak detoksi buzilsa, buyrak detoksi buzilsa, hammasi surunkali charchoqqa sabab bo'ladi. Demak, bemorda nima bo'ladi?
turli xil masalan toshmalar bo'lishi, teridagi buzilishlar, doimiy og'irlik hissi va hokazo hokazolar. Davolashni shifokor buyuradi. Qo'shimcha holatga qarab glutation qabul qilish mumkin, alfa lipoviy kislotasi va demak oltinga boy bo'lgan ozuqalar bular karam, gulkaram, aysberg karami va hokazolar. Keyingi surunkali charchoqning eng katta sabablari bu toksik metallar bilan zararlanish. Bular nima? Simob, qo'rg'oshin, alyuminiy. Bular hujayraviy fermentlarni bloklaydi, mitoxondriyaning dabdalasini chiqaradi. Shuning uchun bemorda bosh og'rig'i, ongni tuman bo'lishi, mushak zaifligi kuzatiladi va albatta buni preventiv moshniy zo'r nima deydi mutaxassis ishlaydi bu bilan, tekshiruvlar bilan ham xelatorlar qo'llaydi va antioksidantlar bilan ishlaydi. Keyingi eng katta sabab bu kamqonlik. Bilamiz, bizda demak kislorodni tashish vazifasini nima bajaradi? Gemoglobin, eritrosit bajaradi. Albatta kislorod yetib bormagandan keyin nima bo'ladi? Surunkali charchoq paydo bo'ladi. Temirning tanqisligi, oqsil tanqisligi, umuman organizmdagi makro, mikro nutrientlar defitsiti bu charchoqqa olib keladi. Shuning uchun oqsil kammi? Albatta charchaydi. Temir kammi? Charchaydi. Sink kammi? Charchaydi. Shuning uchun albatta charchoqda nutrientlarni balansini, vitamin kammi? Charchaydi. Antioksidant kammi? Charchaydi. Hammasini demak imkon qadar to'g'rilab qo'yish kerak bo'ladi. Psixogen charchoqlar, ya'ni doimiy stresslar, doimiy ichki tanqid, doimiy e'tirofsizlik yoki oiladagi ziddiyatlar yoki ishxonadagi ziddiyatlar yoki doimiy bosimlar bu ham eng katta charchoqning sababchisi hisoblanadi. Shuning uchun bemordan nima bo'ladi? Hech narsadan ko'ngli to'lmaydi, qiyin hayot, motivatsiya yo'q. Albatta bunda psixolog ishlaydi, psixiatr ishlaydi, nafsni tozalash, ibodat, zikr, hayotdan xursand bo'lish, qazo qadarga rozi bo'lish. Bu eng katta nima deydi? Muammo hisoblanadi. Ya'ni mana shu psixologiya ham, stresslar ham, depressiya ham charchoqning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Keyingi charchoq bu antibiotiklardan keyingi charchoq. Nimaga? Chunki antibiotiklar ichak mikrobiomni o'ldiradi, bilamiz. Bu ayab o'tirmaydi. Yaxshi mikrob, yomon mikrob, do'st mikrob, dushman mikrob demaydi, bir boshdan qirib ketadi. Natijada disbioz paydo bo'ladi, yallig'lanish paydo bo'ladi. Surunkali yallig'lanish hali aytdim, charchoqqa olib keladi. Xo'p, demak yechimini gastroenterolog ishlaydi. Prebiotiklar, ichakni tiklash va hokazolar. Sink, glutamin. Keyingisi demak jigar detoksini buzilishi. Hali aytdim, demak jigar, buyrak, ichak, teri bu eng katta detoks organlar. Bularning buzilishi albatta surunkali charchoqqa sabab bo'ladi. Shuning uchun bemorda har doim jigar detoksini qo'llab-quvvatlab turish kerak bo'ladi. Keyingi katta sabablardan biri ovqatni o'zlashtira olmaslik. Bu nima degan? Glutenga sezuvchanlik, kazeinga sezuvchanlik, laktaz yetishmovchiligi, bu ham immunitetni noto'g'ri ishlashiga va yallig'lanishning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bemorda qanaqa bu o'zgarishlar? Ichakni buzilishi, goh ich o'tishi, goh ich qotishi, qorin dam bo'lishi, qorinda og'riq bo'lishi, terining yomonlashishi, rangini o'chishi, charchoq va hokazolar. Endi albatta gastroenterolog shug'ullanadi, tashxislarni u qo'yadi, eliminatsion dieta qiladi, probiotiklar, fermentlar va hokazolar bilan ishlaydi. Azizlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar suhbatim yoqqan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni va meni qo'llab-quvvatlashni aslo unutmang. Ha, aytgancha, agar sizda shu va shunga o'xshagan belgilar bo'lsa, tashrif buyuring. Inshaalloh qo'limdan kelgancha davolashga yordam beraman.